yoqqa o'tirib olgansan, mani yonimga yoqqa o'tirma. Nima deyapsan? Men bu yerga o'zim oldin kelgandim va sen mana bu musorlarni sotib o'tirma. Yo, to'xtanglar, urushmanglar. Nimaga urushyapsizlar? Mana buni qara, asabga o'ynaydi, boshimni og'ritadi. Sen buni qara olin. Bo'ldi, urushmanglar. Barchasini nima desa bo'ladi? Yaxshilik bilan hal qilsak bo'ladi-ku. Hozir nima qilyapsizlar? Aytganimizdek, anavi sotgani keldik. Ha, bo'ldi, narsalar sotgani kelgan bo'lsanglar, bo'ldi. Sizlar bir-birlar bilan urushmanglar, tushundinglarmi? Bo'ldi, urushmaymiz. Qani, mendan birinchi boshlaysanmi? Albatta, birinchi bo'lib boshnikidan boshlaymiz, ya'ni kambag'alnikidan. Barchaga salom bolalar. Mana sizning Kompot va meni video roligimga ham xush kelibsizlar. Obunachlar mana ko'rishingiz mumkin bu yerda boy va kambag'al nima desam bo'ladi? Mana bu do'konlarni ochishgan. Ikkalasi ham bir-biridan ajoyib narsalar olib kelishgan. Qani ularni hozir narsalarni ko'ramiz, obzor qilamiz va agarda sizlarga yoqsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli bo'lmasa ketdik. Xo'p, birinchisi bo'lmasa bizda kambag'aldan boshlaymiz. Har doimgidek deyapman o'zi. Qachon kambag'aldan boshlaganman o'zi? Mayli, bir safar mayli shu kambag'aldan boshlaymiz. Sababi bu jigarimiz ham juda ham ajoyib narsalar olib kelgan deb o'ylayman. Misol uchun, xo'p. Qani, bironima berasizmi? Albatta, nima olmoqchisan o'zi, ha? Endi bilmadim, hozir ko'ryapman. Bilmadim. Qani siz o'zi nimalaringiz bor? Mana shu bronya bilan mana shu sandiqni olmoqchiman. Menimcha juda ham ajoyib, chiroyli turibdi. Bo'ldi, bronya bilan sandiqning komplektini hozir beraman senga. Okey, bo'ldi. Siz menga beravering. Komplektlarni necha pul bo'ladi? Bitta zumrad. Katta rahmat. Bo'ldi, bitta zumradni berdik. Obunachilar, qani hozir ko'ramiz buni. Obunachilarni qaranglar. Himoya qilishini qaranglar. Ikkitagina himoya bilan borib bitta chumchuq tuflasa o'lib ketamiz. Lekin obunachilar, qani biz sandiqni ko'ramiz. Qani ichida juda ham ajoyib narsa bo'lsa kerak yoki bilmadim, qani. Oh my god, obunachilar, bittalik sandiq, bittagina narsa bor. Bu bitta sandiq ichiga nima qo'yaman, a? Endi bilmadim, birorima qo'yarsanda. Qani xo'p, mayli, 3 ta zumradga nima berasan? Mani boshim bilan men u narsa beraman, men uy. Rostdanmi? To'xtachi bo'lmasa ko'ramiz. Obunachilar, qaranglar, juda ham ajoyib mashina berdi. Oh my god, 3 tagina zumradga bu mashina menimcha juda ham ajoyib. Bu mashinani o'zida adashmasam 50 tami 60 ta zumrad tursa kerak. Bilmadim. Qani obunachilar, haydab ko'ramiz. Wow, obunachilar, qaranglar, yaxshigina tezgina yurar ekan va juda ham ajoyib yurmoqda. Vobshe menga yoqmoqda obunachilar. Sizlarga yoqdimi? Tez kommentariyada yozib qolib, o'zbek tilida yozib qoldiringlar. Mayli, bo'ldi. Hoy, qishloqlar qochinglar, bu masalani nima desam bo'ladi? Men bu asfalt bilan bir xil qilib ketaman. Yer bilan bitta qilib ketmaydi endi. Okey. Xo'sh, ana endi asta to'xtaymiz. Torimiz sal yaxshi emas ekan, lekin mayli bo'ladi. 3 tagina zumradga. Oh my god, bu yerdachi bu qanaqa uy ekan? Qanaqadir chodir ekan. Oh my god, obunachilar, qaranglar, bu bomishski qanaqadir uy ekan. Ya'ni kambag'aliski. Yaxshi, juda ham yaxshi. Obunachilar, bilmadim, menga yoqdi, lekin bu Oh my god, obunachilar, qaranglar, bu yerda yana bir ikkita narsalar bor ekan. Misol uchun mana bu bomishlar uchun mana bu nima desam bo'ladi? Mana butilka, singan butilka, misol uchun singan butilka bilan buni ursanglar, juda ham lekin maslahat bermayman urishinglarni. Yana ursanglar deb kim qanaqa o'qimayapman. Obunachilar, yana menga tinchlik kerak. Mayli. Xo'sh, bo'ldi. Obunachilar, sizlarga yoqdimi bu uy? Agarda yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoqmagan bo'lsa, minus qilib yozib qoldiringlar. Okey, ana endi yana bomishdan bironima olamiz yoki bomishdan narsa qolmabdimikan? Menda lumboy narsa bor. Mayli, mana yana zumrad, qancha zumrad ko'p bersang, shuncha ko'proq narsa beraman. Tushunyapsanmi? Bo'ldi, qani mana bo'lmasa 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta zumrad beramiz. Okey, mana juda ham ko'p narsalarni olishim mumkin. Ularni sinab ko'rishim mumkin. Bo'ldi, katta rahmat. Qani buni sinab ko'ramiz. Bu qanaqadir uyli tenta ekan. G'alati, bunaqa uyli tentani hech ko'rmagan ekanim. Qani hozir ko'rib ko'ramiz obunachilar. Qani 1 2 3, qani davay go. Bombardilo krokodilo boom. Oh my god, obunachilar. Oh my god, what is that, guys? What is that? Oh my god, obunachilar, qaranglar, vobshe sanam olmayga deb yubording deydiganlar bo'lsa, menimcha juda ham yaxshi. Bu menimcha vobshe bu kambag'alning uyi emas, bu normal odamning uyi bo'lsa kerak. Oh my god. Bo'ladi, mana deyapman. Va mayli, mana bu qarmoqni sinab ko'ramiz. Kambag'al emas, bomishmi, shunaqa deyilardi, adashmasam, bilmadim. Okey, xo'p, qani bu yerda qanaqadir korobka berdik. Korobkadan yo'q qol. Xo'sh, ana endi yana bitta. Bola obunachilar, bu qanaqadir g'alati baliq ekan. Yaxshi, mayli, yana bitta. Hoppa, 1 2 3, qani. Voy, qanaqadir baliq yana bitta. Oltin baliq ekan bu safar. Normalniy. Xo'sh, ana endi oh my god, obunachilar, yana qanaqadir baliq berdi. Nima, baliqdan boshqa bironima berishni biladimi bu o'zi yoki faqat baliq beradimi desam, ha. Konserva bankasi. Ha, mayli, juda ham zerikib ketdi odam. Xo'p, bu nima ekan? Bu qanaqadir obunachilar, bu qaranglar, juda ham tez yurar ekan va buni qaranglar, vobshe uni yaqinlashtirib qo'yar ekan. Mana bu ko'zimiz o'tkir, juda ham tez yura olar ekan bizda. Juda ham zo'r, menga yoqdi, lekin
ko'zni juda ham yaqin qilib qo'ygani juda neto ekan. Yana bitta uy obunachilar. Bu uy berishdan boshqa biron nimani biladimi o'zi bu? U wow, oh my god. Bola muqarrar juda ham zo'r chiroyli uy quribdi. Beribdi to'g'rirog'i. Yaxshi, yaxshi. Menga yoqdi obunachilar muqarrar juda ham zo'r, chiroyli va ajoyib uy turibdi. Mayli, bu uy borib bitta videoni menga eslatib yuboryapti. Qaysi videoligini o'zim ham bilmayman lekin obunachilar. Lekin mayli, obunachilar bilmaykan. Bu qanaqadir g'alati hindularnimi yoki qanaqadir odamlarni qanaqadir narsasi bo'lsa kerak. Bilmadim, mayli. Bomish senga katta rahmat. Menimcha juda ham yaxshi. Mayli, senga yoqdimi? Albatta, yana biror nima narsalaring bormi? Bo'ldi, boshqa qolmadi-da. Yo, keyin olib kelaman narsa. O'zi narsasi qolmaydi, o'ziga o'xshagan kamda narsalari. Bo'ldi, boy bunday qilib yaxshi gapirish yaxshi emas. Ya'ni yomon gapirish bunga yaxshi emas. Endi to'g'risini aytyapman-da. Mayli, bo'lmasa qani o'zi narsalaringni ko'raylik-chi. Oh my god, qani mana shu narsalaringni ichib bo'larkan, mana bu almazing bilan qanaqadir, super almaz. Ho, super olmos ekan, mayli. Ana endi bu izumrudni mana bu olmang bilan mana shu almazingni ichib bo'larkan. Mana shu narsalarni ham ol. Xo'p, mayli, nechi pul xavobshi? 20 ta zumrad bo'ladi, bo'ladimi? 20 ta zumrad? Aqling joyidami? Sana 20 ta zumrad, mani deyarli yarimta, вообще 40 ta zumrad bo'lsa 20 ta deyarli yarmini olib qo'yapsan. Mana bu bomish sanikidan yaxshiroq. Bor, shunday yaxshi zo'r narsalar bor ekan mana shuni. G'aniva har doim menda arzon narsalar. Xo'p, mayli. Xo'p, bo'lmasa mayli 20 ta bo'lsa 20 ta obunachilarimga juda ham qiziqligi uchun olyapman. Obunachilarim uchun olyapman. Bo'lmasa olmas edim sandan. Juda ham qimmat furush ekaning. Xo'p, obunachilar qani. Xo'p, mana bu almazda umuman foydasi yo'q deb o'ylayman. Bu shunchaki super almaz bo'lib turibdi obunachilar, bilmadim. Mayli. Bo'lmasa xo'p, buchi. Bolalar qaranglar, bu zumraddan qilingan olma ekanman oxirida yeymiz. Xo'p, mana bu nima ekan? Bu almazni qanaqadir kirka ekan. Mayli, mana shu kirkani bir buzib ko'ramiz. Hop, normal. Menimcha oddiygina kirkadek bo'lyapti obunachilar. Bilmadim, yoki tezroq quryaptimi ekan. Qani hozir buni anosini ko'ramiz obunachilar. Qani damage-ni 12 ta. 12 ta obunachilar, bu вообще deyarli oddiygina almazning kirka bilan farq qilmas ekan obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham, voy, buni yana nimadir beribdi menga obunachilar. Hop, to'xtanglar, birinchi mana bu yeb ko'raylik-da. Obunachilar, bu yerda hozir men jonim to'lar ekan. Qanaqadir uron yesam ham jonim to'lar ekan. Bu yerda esa qanaqadir cho'chqa. Obunachilar, bu boy bilmaydiki biz bunaqa cho'chqalarni yemasligimizni, bolalar. Biz cho'chqa umuman yemaymiz. Bu shunchaki chiroy uchunmi? Chiroyda ham bulg'ab turadi-da bu cho'chqa. Mayli, xo'p, bu yerda esa meva-chevalar, okey, normalniy. Ana endi obunachilar, mana bu yerda hozir bizda tort bor ekan. Qanaqadir usti qizil tort ekan. Menimcha bu olchali tort bo'lsa kerak. Obunachi bilan yeb qo'yamiz. Oppa, juda ham shirin ekan. Mayli. Mana shu tortlar menga yoqadi obunachilar. Agarda sizlarga ham shunaqa ajoyib tortlar bo'lsa, bizga olib kelishingiz mumkin. Ya'ni men o'zim kompot yeb beradigan, короче, любой narsani yevoramiz. Imini agar yeyiladigan narsa bo'lsa, albatta. Mayli. Okey. Ana endi qani nimalar bor ekan? Yana nimalar bor ekan? O'zi 20 ta zumratim qoldi. Bir normal narsa bermaysan. Qo'y boy, bir normal narsa ber. Bo'ldi, bu safar chotki narsa beramiz. Sen prosta boki, men aytgan summani bersang bo'ldi. Xo'p, qanaqa nima, nechta summa? Mayli, 5 ta zumrad. Xo'sh, 5 ta zumradga bittagina shumi? Boshqa narsa yo'qmi? Yo'q-da, mana shu. Mana bu boy kambag'al sandan yaxshi qilardi. Tushunyapsanmi? 3 ta zumradga juda ham ko'p narsalar berdi. Tushunyapsanmi? 5 ta zumradga vashi ko'p narsalar berdi. Mashina ham berdi. Hop, men senga oddiygina zumradlaringga ko'proq narsa berishim kerakmi? Bor, boshimni ortma. Вообще bor, bu juda ham oddiygina musor magazin ekan. Boki mana bu boydiki qaranglar. Mayli, mana buni ko'rib ko'ramiz. Menimcha bu sham. Qanaqadir lampali shammi? Bilmadim. Mayli. Xo'p, yana bir marta boydonligiga boraylik-chi. O'zi boyda yana nima qolibdi ekan? Mayli, nimalaring qoldi yana? Endi boru, menda yana ko'p narsalar bor. Mana bu vertolyot bo'lsa, bu mashina bergan bo'lsa, men vertolyot beraman, tushunyapsanmi? Xo'p, yaxshi, vertolyot bo'lsa ish qilib uchadimi? Bu oddiy o'yinchoq emasmi? Yo'q, men bunaqa narsalar bermayman. 15 ta zumradsan. 15 ta. Obunachilar, 15 ta. Bu juda ham qimmat. Buni qaranglar, juda ham qimmat furush ekan. Oh my god, buni qaranglar. Vertolyot. Vertolyot juda ham katta, haqiqiy vertolyot ekan. Men tushunmadim, endi vertolyotim bormi mani? Obunachilar, gap bilan vertolyotli bo'lib qo'ydim. Oy. Qani uchib ko'ramiz? Qani, let's go.
Hoppa, normal, davay, uch, yaxshi, ehtiyot korona bo'lamiz, yana boyni, mana bu boy bilan kambag'alni do'konini buzib ketmaylik. Yaxshi, qani tezroq. Nimaga uchmayapti? Ha, bo'ldi, uchdi. Obunachilar, mana qaranglar, biz endi havoda biz kompot havo yo'llariga tez obuna bo'lib qo'yinglar. Buni qaranglar, ketib qolishini juda ham g'alati, mayli. Buni qaranglar, bomsh bergan uylar ham pastda turibdi. Yaxshi. Xo'sh, buni qaranglar. Men hozir uchib ketaveraman. Buni qaranglar, boy bilan kambag'alni mana bu, ya'ni bomsh bilan boyni-da, boy kambag'alni farqi bor. Qarochi, mana shular, u do'kon ko'rinyapti, ehtiyot bo'lish kerak. Sal qoldi, hamma narsani nima desam bo'ladi, yo'q qivorar edim. Obunachilar, mana bolalar, obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Sizlarga qaysi boy yoki